Salom Samarqand. Va nihoyat yetib keldik. 5 tashlashim bola. Do'stim, Samarqand rostdanam chiroyli shahar ekan, ha? Ha, uni tarixiy shahar deyishadi. Voy, buni qara. Kimni aytyapsan? Negadir radarlarim yonib o'chyapti. Arxeologni ko'rdim. Ana u. Arxeolog? Radarim bizni ajoyib sarguzashtlar kutayotganini sezyapti. Qayerda tushirib? Yo'qotib qo'ydimmikan, ha? Assalomu alaykum. Siz arxeologmisiz? Meni ismim Shumbola. Salom bolakay. Ha? Men arxeologman. Nimadir yo'qotdingizmi? Lupamni topa olmayapman. U siz ishlay olmayman. Kichkina narsalarni katta qilib ko'rsatadigan narsami? Uni yosh arxeologlar to'garagidagi bolalarga ko'rsatgandim. Keyin xaltamga solgandim. Lekin yo'q. Qayerda tushirib qoldirganimni eslolmayapman-da. Uni oxirgi marta qayerda ko'rgansiz? Shuni eslolmayapman-da. Arxeolog amaki, siz shaharlar haqida hamma narsani bilasizmi? Samarqand haqida gapirib bering. Mayli. Sizlar lupamni topishib olsangiz, aytib beraman. Mug' tog'idan topilgan suvdiy hujjatlarda shahar Samarqand qadimgi Yunon va Rim mualliflari asarlarida Marakanda, Marganda va Margandi deb qayd etiladi. Arablar esa uni Samaroy deb ataganlar. Italiyalik sayyoh Marco Poloning kitobida shahar Samarqand, Samarqand va Sanmarkand shakllarida tilga olinadi. Forschada Samarqand deyilgan. Xitoyning qadimgi va o'rta asr yilnomalarida Samarqand shahar, viloyat va ularning hukmdorlari ham Kan yoki Samogan, Limogan, Sivingin va Saymarken shakllardagi atamalar bilan ta'riflanadi. Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg'ariy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida Samarqand, Semirqand, ya'ni semiz shahar ma'nosini bildiradi degan fikr keltirilgan. Qadimgi Samarqand atamasi avval Samarqand, so'ngra esa Samarqand shakllarida talaffuz etilgan. Ajoyib eshitilarkan. Ha, Voy, ana qani? lupangiz. Qani? Nega bizdan qochib ketyapti? Esim qursin. Aytishni unutibman-ku. Axir bu sehrli lupa. Uni Misrdagi qazishmalardan topganman. Sehrli? Ha? Uni unutib qoldirganimga mendan xafa bo'lgan ko'rinadi. Aqlvoy, nima qilamiz? Menda bir fikr bor. Bo'la qolinglar tezroq. G'ildiraklarim qizib ketdi. Ey, yana qochib ketdi. Hech ham bunaqa qilmasdi. Shumbola, lupa bizga nimadir demoqchi. Do'stim Shumbola, lupa bizga topishmoq aytmoqchi. Hey, bu oson-ku. Qani beraver. Bir parcha patir olamga tatir. Oy, patir, quyosh. Buni bilaman. Oy. Barakalla Shumbola. Sizlar bilimdon ekansiz. Bizga Samarqand haqida gapirib berayotgandingiz. Xavotir olmang. Chiroqlarim lupaning izidan boradi. Samarqand dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri bo'lib, 2700 yillik tarixga ega.
Shahar miloddan oldingi 4-asrdan to milodiy 6-asrgacha Suq davlatining poytaxti bo'lgan. Hududda yuqori paleolit davrida ham odamlar yashagani aytiladi. Miloddan oldingi 329-yil Aleksandr Makedonskiy lashkari shaharni vayron qiladi. Shaharni ozod qilishga uringan Spitamenning boshi ko'chmanchi qabilalar rahnamolari tomonidan Aleksandrga sulh sifatida jo'natilgan. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Rufning yozishicha, Samarqand qal'asi devorining aylanasi taxminan 15 kilometr bo'lgan. Keyinchalik Samarqand Turk xoqonligi va G'arbiy Turk xoqonligi tarkibiga qo'shilib olgan. Undan so'ng shahar ko'plab davlatlar, jumladan Arab xalifaligi, Somoniylar va Qoraxoniylar tarkibida bo'lgan. Mo'g'ullar bosqini ham Samarqandni chetlab o'tmagan. Boshqa shaharlar kabi Samarqand ham juda ko'p vayronagarchiliklarni boshdan kechirgan. Amur Temur davlatining tashkil topishi shahar nomini dunyo darajasiga olib chiqqan va savdo yo'lidagi maqomini yuqorilagan. Temur davrida Samarqandda ko'plab me'morchilik ishlari amalga oshirilgan. Samarqand zamin sayqaliga aylangan. Temuriy hukmdor Mirzo Ulug'bek davrida qad rostlagan madrasa atrofi keyingi davrda kompleks ko'rinishini oldi va Registon maydoni shakllangan. Samarqand Chor Rossiya davrida ham ahamiyatini yo'qotmadi. Bu davrda butun viloyat hududi sanoatlashtirilib, zavod va fabrikalar qad rostladi. Shahar ma'lum vaqt o'z SSR poytaxti vazifasini ham bajardi. Tarixda O'zbekistonda 3 ta shahar poytaxt maqomiga ega bo'lgan. Dastlab Buxoro, keyin Samarqand va so'ngra Toshkent shahri. Radarim bilan sezyapman. Lupa yana topishmoq aytmoqchi. Qani berchi, bunisini ham topamiz. O'zi katta, dumi kalta, tuya, yo'lbars, ayiq. Bu lupa tushmagur. Qiyin topishmoq beribdi. Hozir topamiz. Topdim. Ayiq. Noto'g'rimi? Aqlvoy, sen bilasanmi? Dvigachelim qizib ketdi-yu, lekin topdim. Ayta qol. Javobi tuya. Lupa bizga o'zi ko'rgan narsalarni beryapti. Arxeologlar tun kun ishlashadi. Shunga birinchi topishmoq oy haqida bo'ldi. Ha, to'g'ri aytasan. U yana g'oyib bo'ldi. Yuringlar, ortidan boramiz. Ha, yo'l ekan, hikoyamni davom ettiraman. Samarqand shahrining umumiy maydoni 120 kilometrni tashkil qiladi. Aholisi esa turli millat vakillaridan tashkil topgan. Istiqlolning dastlabki yillarida Samarqand qaytadan chiroy ochdi. Tarixi, madaniyati, urf-odatlari tiklandi. 2001-yilda shaharning me'moriy va arxeologik yodgorliklari Samarqand madaniyatlar chorrahasi nomi ostida UNESCO xalqaro tashkilotining ro'yxatiga kiritildi. Xalqaro tuzumlarning tadbirlari Samarqandda o'tkaziladigan bo'ldi. Masalan, Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'ilishlari Samarqandda o'tkaziladi. Samarqand butun dunyoda Markaziy Osiyodagi eng qadimgi va go'zal shahar sifatida mashhur. Bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar shaharning tarixiy obidalari va zamonaviy hayotini maroq bilan tomosha qilishadi. Samarqanddagi Amur Temur maqbarasi, Shohizinda majmuasi, Tilla qori madrasasi, Registon maydoni, Sherdor madrasasi, Bibixonim masjidi, Siyob bozori, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi sayyohlarda katta qiziqish uyg'otadi. Shahar jahon turizm markazlaridan biri sifatida mashhur. Lupamni topmasam keta olmayman-ku. Xafa bo'lmang, uni topamiz. Yana topishmoq. Bunisini ham topamiz. Sovuq kirib, issiq chiqar. Non, shamol, ko'p-to'k. Non,
Non. Topdim. Yashavar. Barakalla. Ha. 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 Esimga tushdi. Lupani nonvoyxonada tushirib qoldirgan bo'lsam kerak. Shundoqqina bozorning yonida Samarqand nonidan olib ketaman deb kirgan edim. Tushirib qo'ygan bo'lsam kerak. Shum bola, sizlarga rahmat. Lupamni topishga yordam berdingiz. Sizga ham rahmat, arxeolog amaki. Samarqand haqida ko'p narsalarni aytib berdingiz. Endi men boray. Poyezdga kech qolishim mumkin. Shoshilmasangiz bo'lmaydi. Ha. Omon bo'linglar kichik do'stlarim. Xayr, do'stlar, bugungi sayohatimiz sizga ham yoqdimi? Bu hali boshlanishi. Keyingi manzil nima bo'ladi? Buni tez orada bilib olasan. Qani ketdik.